qora va garoshkali ko'ylaklarni yaxshi ko'rmaydigan opa-singillarimiz bo'lmasa kerak. Bizda bahor fasli keldi va sizlar bemalol garderoblarni bizdagi ko'ylaklar bilan yengillasanglar bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, o'zim kiyib olgan ustundagi shunaqa chiroyli garoshkali ko'ylagimizda. Buni yosh katta opa-singillarimizda ham va yosh opa-singillarimizga ham kiysa bo'ladi. Ishxonalarga, to'y hashamlarga, har xil o'tirishlarga bemalol kiyib borishingiz mumkin qizlar. Razmerlari 38 dan 44 gacha qizlar. Ustimda qanday turgan bo'lsa, sizlarda ham xuddi shunaqa turadi, kачестволari lyuks kачествоda. Keyingisi onajonlarimiz uchun shunaqa chiroyli gaplarga, o'tirishlarga, to'y bazmlarga kiyib borsanglar bo'ladigan shunaqa chiroyli ko'ylagimizda materialiga yuvsanglar ham kirishmaydi, badaninglarga allergiya bermaydi qizlar. Orqalarida shunaqa bezaklar bilan bezak berilgan. Buni ham razmerlari 42 dan 48 gacha. Keyingisi onajonlarimiz uchun shunaqa chiroyli skromniy variantdagi ko'ylagimizda. Orqasidan shunaqa kantli o'tgan yoqa qismlari mavjud qizlar. Oldilari zamokli, ko'rishingiz mumkin, juda ham kiyishga qulay. Kundalik, to'y hasham, har xil o'tirishlar, gaplarga, hayit ayyomlarida ham kiyib yurishga qulay ko'ylak. Yumshoqqina materialga yuvsanglar ham kirishmaydi qizlar. Keyingisi shunaqa chiroyli lyuks kачестводagi ko'ylagimiz qizlar. Yengida shunaqa tumachalari bor. Bu ham yumshoqqina, oldilarida shunaqa purpuraylar bilan bezaklar berilgan, tumacha qismi pastgacha ketgan, yoqalari bor. Buni ishlaydigan opa-singillarimiz ham kundalikda ishlariga kiyib borsa bo'ladi. Juda ham qulay. Buni ham materiali yumshoqqina, mana yoz fasli uchun terlatib bormaydi, badanga allergiya bermaydi. Keyingisi to'ybob ko'ylaklarimizdan bittasi. Buni ham kundalik har xil o'tirishlar, to'ylarga, hayit ayyomlarida, har xil bayramlarda kiyib borsanglar bo'ladi. Yelka qismiga shunaqa toshlar bilan bezaklar berilgan. Bu ham juda ham chiroyli, materiali yumshoqqina qizlar, materialga ko'proq ahamiyat qaratamiz. Juda ham yumshoq, aytib o'tganimda lyuks kачествоda juda ham qulay. Buni ham razmerlari 42 dan 48 gacha. Bizda faqat sizlar uchun lyuks kачестводagi ko'ylaklarni taqdim qilamiz. Xarid qilishga ulgurib olinglar, barchasi Turkiya mahsuloti.